Vo! Razgon novoldik. Ana endi sizlarga bitta zo'r narsa ko'rsataman. Men Jack M3 avtomobilining nima ustunliklari borligini hozir ko'rsataman. Avtomobilning narxini esa videoni oxirida aytib o'taman. Passatga juda ham oson. Oyontagi linoleum qilish shart emas. Rul gidravlikada, konditsioner bor, ko'zgular elektronniy sozlanadi. Android Auto tizimi. Ana qara, orqani ko'rish kamerasini ham joylab qo'yish. Bundan tashqari o'rindiqlar to'liq sozlanadi va ularda hatto podlokotnikgacha bor. Bu 9 ta o'rindiqli avtomobil. Qulayliklar nafaqat haydovchi uchun, balki passajirlar uchun ham barchasi sozlangan. Konditsioner orqa uchun alohida, USB port quvvatlash uchun sizga hamma qulayliklar bor va albatta har bir passajir uchun podstakanniklargacha bor. O'rindiqlarni olib tashlash shart emas. Ko'ryapsizlarmi? Full salon bilan bemalol bu yoqqa yana yuk ham ortishingiz mumkin. Logistika, transfer xizmatlari bilan shug'ullanadiganlar uchun turistik firmalar, gostinitsalar hammalarga bu mashina juda ham qo'l keladi. Yo'lovchi tashiydigan mashinaning 3 ta rangi, oq, qora, seri ranglari bor, lekin bizda van versiya ham bor. Ko'rayotganingizda yuk tashuvchi versiya juda ham keng bortga ega. Bu yerga 1 tonna yuk ortishingiz mumkin. Xavfsizlik bo'yicha ham hammasi hisobga olingan. Bu yerda airbaglar bor. Ana endi navbat test drive'ga ketdik. Endi qaranglar, hozir bitta zo'r narsa ko'rsataman sizlarga. Razgonni olaylik. O'g'rilar 134 ot kuchi Dons motor 1.8 конечно bunaqa razgon oladi. Yaxshi ham biz katta avtoturargohdamiz. Jack avtomobillarini ishlab chiqaradigan zavodda mana bu ombordamiz. Ko'ryapsizlarmi, atrofimizda van versiyalar, passajirskiy versiyalar, M3, M4 modellari turibdi. Rullichi, rulga yumshoqlagan qaranglar. Bitta barmoqni ketdik ana qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Sir aytaman, O'zbekistondagi eng katta retailer kompaniya 130 ta M3 modelini bitada xarid qilayotgan ekan va bu boshlanishi deyotgan ekan. Endi tasavvur qilinglar, qanaqa interes bor. Sizlar ham hozir olishga buni harakat qilishingiz mumkin. Razgon novoldik. Ana endi sizlarga bitta zo'r narsa ko'rsataman. ABS ishlashiga necha baho? Biz surilib ketayotganimiz yo'q. Tormoz tizimi ideal ishlab berdi. Siz bu mashinaga qiladigan yagona rasxodingiz u ham bo'lsa gaz qo'yish, xolim metan, xolim propan. Lekin buni ehtiyoji bormi-ki? Chunki ishlab chiqaruvchi atigi 8,5 litr benzin rasxod bo'ladi deb va'da beryapti. Tekshirib ko'rganlar bormi? Haqiqatda bu mashina qancha benzin yeyapti?